Mamlakatimiz iqtisodiyotda muhim o'rin tutuvchi qishloq xo'jaligi sohasiga har doim alohida e'tibor qaratib kelingan. Bois aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, eng muhimi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bugun har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu sababli mazkur sohada faoliyat ko'rsatuvchi fermerlar, dehqon xo'jaliklari va tadbirkorlik subyektlariga yil sayin yengilliklar, preferensiyalar berilayotganligi e'tirofga loyiq. Birgina misol, davlatimiz rahbarining 2025-yil 4-sentyabrdagi qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan 2026-yilning 1-yanvaridan quyidagi yangiliklar joriy etildi. Prezident farmoni bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0% stavkasini qo'llash tartibi belgilandi. Mazkur tartib avvalo qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bevosita ishlab chiqarayotgan tadbirkorlar va fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchi o'zi yetishtirayotgan mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblamaydi. Xarid qilingan tovar va xizmatlar uchun to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasini belgilangan tartibda hisobga olishi yoki qaytarish imkoniyati ham saqlanib qoladi. Natijada ishlab chiqaruvchilarning xarajatlari kamayadi, mahsulot tannarxi pasayadi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Umuman olganda, mazkur tartib qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini rag'batlantirish, sohada ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda ichki bozor mahsulotlari narxlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qiziltepa Navoiy viloyatida tadbirkor va ishbilarmonlar yurti sifatida tanilgan. Asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashtirilgan ushbu tumanda ishning ko'zini biladigan fermer va sohibkorlar, tadbirkor va chorvadorlar juda ko'p. Qiziltepa tumanidagi yangi asr chorvachilik kompleksi davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan 2018-yilda tashkil etilgan edi. Ayni paytda bu yerda 1000 dan ortiq Golshten zotli chorva mollari parvarish qilinmoqda. Ulardan esa kuniga 10 tonnagacha sut sog'ib olinadi va sog'ib olingan sut yangi asr fermer xo'jaligi negizida tashkil etilgan sutni qayta ishlash korxonasida qayta ishlanib, 10 dan ortiq turdagi sut mahsulotlari ishlab chiqarilib, xalqimiz dasturxonlariga yetkazib beriladi. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni bu kabi ana shunday chorvachilik komplekslari rivoji uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Darvoqe, fermer xo'jaligi tasarrufidagi ushbu korxonada bugun 100 nafardan ortiq fuqaro ish bilan ta'minlangan bo'lsa, farmon bilan beriladigan soliq imtiyozlari tufayli yaqin kelajakda korxona o'z faoliyatini kengaytirib, bu yerda yana ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilishiga shubha yo'q. Shu bilan birgalikda mamlakat iqtisodiy barqarorligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham mazkur hujjat muhim omil bo'lib xizmat qiladi.